Kitoblarimizni qarang, Rasulimiz alayhissalatu vassalam bir hadislari bor. O'sha kim yetimni boshini silasa, bu to'g'ri ma'nodagi silash. Sochlarini tuki barobar shunga ajr bo'ladi degan. Men bir paytlar ko'zim tushgan edi bir gapni. Agar deydi biror bir odam yetimni boshini silasa, yuqoridan pastga qarab silasin, pastdan yuqoriga silamasin, sochi qayrilib ozor berib qo'ysa qiyomatda javob beradi deyapti. Shunchalik darajada ozordan ehtiyot qilinyapti yetim. Shunchalik darajada. Ana shuning uchun ham yetimlarni haqqiga xiyonat qilmaslik, ularni ehtiyot qilishlikka chaqiriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarni sizlarga aytmoqchiman. U zot aytadilarki, ana va kafilul yatim fil jannati hakaza. Qo'llarini sahobalarga ko'rsatib, o'rta barmoq bilan ko'rsatgich barmog'ini ikkalasini bir-biriga tekkizib, men va yetimning kafillikka olgan kishi jannatda shunday turamiz deb bir-biriga tekkizdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga eng yaqin turadigan, yelkasiga tegib turadigan darajada qo'shni bo'lishni xohlagan kimsa yetim parvar bo'lish kerak. Bizda o'zgarib ketdi-da juda ko'p narsalar. Hattoki xalqimizning ongiga ko'p noto'g'ri maqollar kirib ketgan. Masalan, aytadi, sherikchilik qilib bo'lmaydi, sherikchilik go'shini hech kim yemaydi va hokazo aytadi. Va shuning ichida eng yomon maqollardan bittasi, yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy bo'lar, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lar degan juda xato maqol bor. Bu musulmonning maqoli emas, azizlar. Maqol Payg'ambarimiz alayhissolatu vassalamning hadislarini inkor qilishlik bilan birga juda katta gunoh ham. Qanday qilib Payg'ambarimiz alayhissolatu vassalam yetim parvar bo'lgan odam bilan jannatda men shunday turaman deb tursa, biz yetim boqsang og'zing qon bo'ladi desak, musulmonning gapi emas. Yetim parvar bo'lishimiz kerak. Yetimni boshini silashimiz kerak.